O'zbekiston buyuk allomalar yurti. Biz esa ulug' ajdodlarimizga munosib avlod bo'lishga intilmoqdamiz. Eng katta boyligimiz inson kapitali. Eng muhim vazifamiz esa iqtidorlarni tarbiyalash va kamolga yetkazish. Prezidentimiz siyosati yoshlarga keng imkoniyatlar yaratmoqda. Farzandlarimizga bog'chadan oliy ta'limgacha zarur ko'nikmalar uchun barcha sharoitlar yaratildi. IT ta'lim beruvchi universitetlar soni 146 taga yetdi. Ularda 120 ming yosh ta'lim olmoqda. Xususiy markazlar esa 400 dan oshdi. Zulfiya mukofotiga IT yo'nalishi kiritilishi sohaga qiziquvchi xotin-qizlar sonini oshirdi va O'zbekiston IT mutaxassislar soni 150 mingdan oshgan mamlakatga aylandi. O'zbekiston IT kadrlarni tayyorlash va Coursera foydalanuvchilari soni bo'yicha dunyoda yetakchi. Foydalanuvchilarning yarmi ayol. Buning natijasida 2017-yilda atigi 4 ta chet el IT kompaniyasi faoliyat yuritgan bo'lsa, hozirda rekord o'rnatilib, bir oyda 70 ta yangi chet el kompaniyasi qo'shilmoqda. 2017-yilda $600 ming eksport qilingan bo'lsa, bugun esa bir kunda bundan ko'proq eksport qilinmoqda. Yaratilgan shart-sharoitlar nafaqat iste'dodlarimizning chetga ketishini to'xtatmoqda, balki xorijga ketgan vatandoshlarimiz O'zbekistonga qaytib, startaplarni amalga oshirmoqda. Ilk marotaba startaplar uchun $1 million sovrinli President Tech Award e'lon qilindi. O'zbek startaplari esa xalqaro maydonga chiqib, mintaqada eng tez o'sayotgan ekotizim sifatida tan olindi. Raqamlashtirish va sun'iy intellekt orqali aholi hayotini yengillashtirish maqsadida 800 xizmat onlayn, 150 dan ortiq qog'oz hujjat bekor qilindi. Onlayn xizmatlardan foydalanish 80% dan oshdi va elektron hukumat reytingida 24 pog'ona ko'tarildi. Mamlakatimiz jahon maydonida xalqaro tadbirlar uchun jozibador markazga aylanmoqda. O'zbekiston IT hub sifatida dunyoga namoyon bo'lib, AI hub yo'nalishida ham $200 million ajratilgan 100 ta loyiha bilan rivojlanmoqda. Mintaqada sun'iy intellekt tayyorgarlik indeksida yetakchi bo'lib, $1 million sovrinli AI Tech Award tanlovi e'lon qilindi. Saudiyaning DataVolt kompaniyasi bilan $3 milliard Markaziy Osiyodagi ilk yashil data markaz qurilishi boshlandi. Qoraqalpog'istonda eng jozibador sharoitlar yaratilib, elektr energiyasi narxi 5 sent etib belgilandi. O'zbekiston ravnaqiga ishonch bildirib, mamlakatimizni yetakchi sun'iy intellekt hubiga aylantirishda kuchlarimizni birlashtiraylik.